Qo'rquv g'alati hissiyot. Ordinaturani o'tayotganimda meni birinchi jarrohlik amaliyotim o'smirlar bo'limida bo'lgan. Yosh qizcha. Xullas 13 soatlik operatsiyaning so'ngida uni tikayotgan edim. Bexosdan umurtqa yonidagi tomirga tegib ketdim. Jarohatining qalinligi yupqa qog'ozchalik ham emas edi. Biroq u uzilib ketdi. Suyuqlik go'yo shiradek oqib chiqa boshladi. Bu orqa miya suyuqligi edi. Meni qo'rquv cho'lg'ab oldi. Uni shu qadar aniq his qilardimki, bu tuyg'uni yengmasam, ish barbod bo'lishi tayin edi. Shunda men yo'lini topdim. Qo'rquv vujudimni tamomila egallab olishiga imkon beraman. Lekin faqat 5 soniyaga. Bor yo'g'i 5 soniyaga. Keyin sanay boshladim. 1, 2, 3, 4, 5. Va qo'rquv chekindi. Ishimni davom ettirib, oqibatda qizchani saqlab qola oldim. Men siz o'rningizda bo'lganimda bunga chiday olmasdim. Fikringizga qo'shilmayman. Axir hozir qochib ketmadingiz-ku.